o'sha nogiron yigitga turmushga chiqishga roziman. Men shunchaki sendan fikringni bilmoqchi edim xolos. Men uchun bunga majbur emassan. Yuragim, to'g'ri ish qilyapsan dedi dadajon. Sezib turibman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men savob uchun shunday qilmoqchiman. Boshiga sinov tushgan o'g'illariga o'zim qarayman. Savob ish qilsa, odam jannatiy bo'ladi deb o'rgatgansiz-ku dada. Men ham balki shu ishim bilan jannatiy bo'larman. Men bu fikrimdan qaytmayman. Xudo dilimga solgan ishni qilmoqchiman. O'sha nogiron yigitga turmushga chiqaman.